Narsalar bizda motor siyonlarida reduktor moylarni almashtirmay kelishgan. Kamiz o'tib ketishgan anchagina. Mana moyni holati stoshga yig'ib, juda qorayib ketgan. Hozirda quyish jarayoni ketyapti. Quyilyapti, filtrlarigacha almashtirib, aslida filtrlarni almashtirib beryapmiz. Bizda Castrol D2 maxsus elektromobillar reduktori uchun moy. Ko'pchilik 75 ga 90 yoki avtomatga moy Dextron auto moy qo'shyapti. Bu narsa noto'g'ri akalar. Shuning uchun almashtirilgan paytda maxsus reduktor moylarini o'zinikini qo'shishni tavsiya beramiz. Sababi reduktorda hozirgi kunda remont qilish imkoniyati yo'q. O'zingizlar bilasizlar. Shuning uchun katta transportga tushishdan oldin olgan holatda reduktor o'zini maxsus moyni qo'shish tavsiya beramiz. Sog' bo'ling.